Bu dunyoda hamma yaxshi ekan, hammadan hamma yaxshi ekan. Ammalar yurak yaxshi ekan, ammani bori yaxshi ekan. Tarozini bitta pallasida amma bo'lar ekan, bitta pallasida hamma bo'lar ekan. Har bir so'zi ilmoqli bo'lsa ham, nonushtasi qaymoqli bo'lsa ham, ammalar shunday bo'ladi-yu. Achitib gapirsa ham, sastib gapirsa ham, dunyoda 1000 ta tilla xola yaxshi ekan, o'sha 1000 ta tilla xoladan bitta o'zi qora bo'lsa ham hamma yaxshi ekan. Do'zaxiy jiyanini do'zaxdan amma olib chiqar ekan, hech kim sopini bermas ekan. U tildan tilga ekan, hamma ham teng, hamma ham teng. Bekor gap ekan. Bitta ammani ziyorat qilsa, 7 jannat eshigidan biri ochilar ekan. Xolalar ham aziz bo'lar ekan, xizmatlari mayiz bo'lar ekan, tosh oynaga qaragan o'zi xola bo'lar ekan. Gajjanglanib sochini taragan xola bo'lar ekan. O'ng barmog'i kumushdan xola bo'lar ekan, hech bo'shamas yumushdan xola bo'lar ekan. Bozor ucharga yugurgan ham xola bo'lar ekan, kelinga sarpolarni chertib qidirgan ham xola bo'lar ekan. Bunday inson yagona ona o'rnida ona xola bo'lar ekan. Dunyoda 1000 ta xola yaxshi ekan, o'sha 1000 ta xoladan bitta o'zi qora bo'lsa ham hamma yaxshi ekan. Amma mana farzandlaringiz rohatini ko'ring, yangi uyda nasib qilsin. Kecha to'yda bizga navbat tegmadi, kecha aytaman o'tirdim o'zim. Rahmat hamma.